Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim. Bugun 2025-yilning 11-dekabr sanasida sizlar bilan Maftuna brendi kanalida ko'rishib turganimdan xursandman. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun hozir kechki paytga qovurma lag'mon qilmoqchiman. Lag'mon hozir buni kesib oldim. Farsh ozgina va tomat kerak bo'ladi. Qip-qizil qilishimiz uchun. Birinchi hozir farsh bilan piyoz qovurib olamiz. Orqasidan buni qovuramiz. Juda ham oson va tez tayyor bo'ladigan ovqatlardan bittasi. Shuning uchun hozir shu ovqatni qilmoqchiman. Ishdan keldim hozir. Tezda shu ovqatni tayyorlayman. Bunga oddiy o'zimizda qilingan aganetlar bo'lmaydi. Shuning uchun mana bunaqa tomat yaxshi qizartiradi. Biz qilamiz, tayyorlaymiz endi, hurmatli kuzatuvchilar. Mana 2 cho'mich yog' soldim. Endi go'shtlarimizni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana go'sht bilan piyozni yaxshilab qovuramiz endi. Tuz solamiz endi. Tomat solamiz endi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana qip-qizil qilib tomatlarni soldim. Tomat ko'proq solinadi. Endi kam-kam qizartirib olamiz. Keyin aralashtirib qolganini solamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, qovurma lag'monimiz tayyor bo'ldi. Birpas dimlab qo'yamiz, o'zi pishdi. Hurmatli kuzatuvchilar, qovurma lag'monim pishdi. Endi buni suzamiz tarelkalarga. Chiroyli chiqdim, hurmatli kuzatuvchilar. Qip-qizil bo'ldi. Yog'lari ham cho'tki. Suzamiz hozir. Bunlarimizni pishiryapman, hurmatli kuzatuvchilar. Imron, bo'ldi. Bolalar baqir-chaqir qilishyapti, urishyapti. Sizlardan shundaymi? Hurmatli kuzatuvchilar, lag'monimiz tayyor bo'ldi. Endi bunga mana bunday piyozchalar qo'yamiz. Hammalaringizga xayrli kech, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni Allohga yaxshi ko'raman. Maftuna brendi kanaliga obuna bo'linglar, like bosishni ham esdan chiqarmanglar.